Bir qishloqqa bir yigit kelib darvozani taqillatgan ekan, bir 80 yoshli kampir darvozani ochibdi. Ey momo, men Toshkentda muzeyda ishlayman. Eski narsalaringiz bo'lsa bering, men eksponatga qo'yaman degan ekan, kampir yigitga shu qo'shiqni aytibdi. Bu uyda eng eski narsa men bo'laman. Goh qarasang tor bo'laman, keng bo'laman. Goh qarasang go'dak bilan teng bo'laman. Eksponatingga bo'laman olib ket. Kelinimdan arazladim, qoldi ko'nglim. Qo'yishidan, siltashidan qoldi ko'nglim. Bir ketayin kelinimni ursin o'g'lim. Jonim bo'lam muzeyingga meni olib ket. Ketib qolay kelinimni ursin o'g'lim. Eksponatingga o'g'lim meni olib ket. Bir gap aytsam aralashmang deb turadi. Gashxonada o'ralashmang deb turadi. Men gapirsam siz gapirmang deb turadi. Oyog'imga o'ralashmang deb turadi. Achchig'i burnini ichida turadi. Jonim bo'lam muzeyingga meni olib ket. Aytib beray bolaginam ishdan kelsin. Ishdan kelsa deyman avval ovqat yesin. Aytib keyin aytay deyman tinchroq orom olsin. Jonim bo'lam muzeyingga meni olib ket. Yaxshi o'tiribsizmi deb kelar bolam. Yaxshi o'tiring ishga deb ketar bolam. So'ramaydi bugun nima yeding onam. Jonim bo'lam muzeyingga meni olib ket. So'ramaydi ne yedingiz bugun onam. Eksponatingga meni olib ket. Deb har nima tutadilar. O'zlari yosh nechilasa yutadilar. Nonushtayin deb har nima tutadilar. O'zlari yosh ne ishlasa yutadilar. Kaza mehmonlarni kutadilar. Jonim bo'lam muzeyingga meni olib ket. Cholim ham bor. O'limlikka 4 ta tugun molim ham bor. Uyda yana menga 2 xalta dorim ham bor. Dorim bilan cholim bilan meni olib ket. Kasalimga 2 xalta dorim ham bor. Dorim bilan cholim bilan meni olib ket. Bizga imkon bormi? Choli kampir yashashga bir xonang bormi? Muzey degan joyda bizga imkon bormi? Choli kampir yashashga bir xonang bormi? Xizmatimiz qilishga bir kelin bormi? Eksponatingga bo'lam bizni olib ket. Xizmatimiz qilishga bir dastyor bormi? Bola jonim biz choli kampirni olib ket.